MMA sporti bu haqiqiy mushskoy sportda, haqiqiy erkaklarning sporti. Og'ri kuchli, g'ururi kuchli, nomus kuchli bolalarning joyida bu. Unaqa kalaka qilib yerga urib tashlashi bu to'g'ri emas deb o'ylayman. Bularni to'g'risi вообще yo'qotish kerak. Masxarabozlarni yo'qotish kerak. Men o'zim fikrim, Oktagon ligani chempioni bo'ldim. Qancha mehnat qilib, Xudoning izni bilan avvalo Xudo mehnat qilib, og'ir mehnatda kelyapman, Oktagon chempioni bo'lyapman. Oktagon menga jang ber, Oktagon nima? Oktagon shu darajada tushirib tashlayapti-da. Men misol, chempion Oktagon. Уже boshqacha nazarda-da, xalq tushunmaydi-ku sizni mehnatingizni, sizni jangchiligingizni, sizni nastoyashligingizni. 20 yilim mana shu narsani olishga o'tib ketdi. Nechta titul olishga misol, rezultat qilishga 20 yil vaqtim ketgan bo'lsa, 20 yilda shu darajaga kelyapti. Uni ichida qancha men mehnatim yotibdi. Vagon ter to'kkanman men bu yerda. Vagon qora ter mehnatlar. Men faqat shu nastoyashi, haqiqiy jangchi bolalarni hurmat qilaman. Jangchi, nastoyashi, haqiqiy boyeslarni men priznatsiya qilaman, bularni boyes deb bilaman, bularni hurmat qilaman. Aslida u qolganlari menga qiziq emas, nima qiladi, nima qo'yadi, men to'g'risi hurmatim yo'q ularga.